Har qanday davlat taraqqiyoti faqat iqtisodiy o'sish bilangina emas, balki inson salomatligi, mehnat huquqlarining ishonchli himoyasi hamda xavfsizlikni ta'minlaydigan mustahkam huquqiy tizim bilan ham belgilanadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida ham aynan shu mavzulardagi qator muhim qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Dastlab shu haqda. Insonning munosib mehnat qilishi, adolatli ish haqi olishi va xavfsiz mehnat sharoitlarida faoliyat yuritishi har qanday rivojlangan jamiyatning asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Dunyo mamlakatlari mehnat munosabatlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish orqali xodimlarning huquqlarini yanada ishonchli himoya qilishga intilmoqda. O'zbekiston ham bu borada xalqaro tajribani milliy qonunchilikka izchil tatbiq etib kelmoqda. Navbatdagi majlisda aynan shu yo'nalishga oid xalqaro mehnat standartlarini milliy qonunchilikka tatbiq qilish munosabati bilan Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan muhokama qilindi. Moddaning ikkinchi qismida berilayotgan ta'rif amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda ham mavjud va kelgusida bu birinchidan moddalarning takrorlanishini olib keladi. Ikkinchidan, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksni qo'llashda bu modda kirgandan keyin go'yoki amaliyotda mehnatdagi shahvoniy shilqimliklar uchun javobgarlik bo'lib qolgandek tushuncha hosil kelishi mumkin va huquqni qo'llashda bu chalg'itadi. Chunki moddiy normasi bo'lib qolyapti. Uchinchidan, hech bo'lmaganda kelgusida agar moddalar o'zgargan taqdirda, agar birontasi qolib ketsa, moddalar o'rtasidagi nomuvofiqlik yuzaga keladi. Shahvoniy shilqimlik mehnat kodeksining prinsiplari qatoriga kiritilayotganlik masalasi bo'ldi. Ta'kidlash joizki, mehnat kodeksining mehnat sohasi prinsiplar mehnat kodeksi 3-moddasida belgilangan. Hozir biz taklif etayotgan 8.1 modda umumiy qoidalardagi alohida mustaqil modda hisoblanib, u prinsiplar qatoriga kirmaydi. Ta'kidlash joizki, mazkur ikkita kodeksda huquqiy tabiati, maqsadi, vazifalari bir-biridan farq qiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks muayyan huquqbuzarlik yoki sodir etilgandan keyin aybdor shaxsni javobgarlikka tortishga qaratilgan. Ya'ni mazkur kodekslar asosan jazolash va huquqbuzarlik oqibatlariga huquqiy baho berish vazifasini bajaradi. Mehnat kodeksiga kiritilayotgan norma esa boshqa maqsadni ko'zlaydi. Uning maqsadi huquqbuzarlik sodir bo'lgandan keyin jazolash emas, balki mehnat munosabatlarida bunday holatlarni oldini olish, profilaktika qilish va xavfsiz mehnat muhitini shakllantirishdan iborat. Shundan so'ng deputatlar sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash sohalaridagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasini muhokama qildilar. Jinoyat kodeksining 258-moddasida sanoat xavfsizligi qoidalari buzganligi, ya'ni inson sog'lig'iga o'rtacha og'ir va og'ir shikast yetkazgan ishlariga jinoiy javobgarlik belgilanmoqda. Ma'muriy javobgarlik kodeksiga sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi bo'yicha amaldagi ma'muriy jazo choralarini ta'sirini oshirish maqsadida 55, 97, 98-moddalardagi ma'muriy jarimalar miqdori oshirilmoqda. Muhokamalar davomida deputatlar tomonidan qonun loyihasining ahamiyati, ayni chog'da zaruratini e'tiborga olib, undagi ayrim normalar bo'yicha qonun tashabbuslariga aniqlashtiruvchi savollar berildi. Shuningdek, loyihani yanada takomillashtirish yuzasidan fikr-mulohazalar, taklif va tavsiyalar bildirildi. Kun tartibidagi navbatdagi masala veterinariya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi bo'ldi. Qonun loyihasida keltirilgan barcha veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi so'zlari ushbu farmon talabidan kelib chiqib, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi qo'mitasi so'zlariga almashtirildi. Hayvonlar tushunchasi esa faqat quruqlikdagi va suvdagi hayvonlar sifatida ta'riflanishi, normani cheklab qo'ygani yoki turlicha talqin qilish ehtimolini yuzaga keltirayotgani sababli loyihadan chiqarilmoqda. Mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi veterinariya xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish, davlat veterinariya xizmatini amalga oshirish va uning ustidan nazorat qilishda ochiqlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mohinur Nurqobilov va Rahmatullo Qudratov, yoshlar.